Umraga boraman degan jigargo'shalarim, yuksak traveldan boraman degan ayniqsa meni obunachilarim. Xudo xolasa inshaalloh reyslar ochildi. 20-iyundan reyslar qo'yildi. Undan tashqari ajoyib bonuslarimiz bor. Bonuslarimizni ko'ryapsizlarmi? Qarang, erkaklarimizga alohida ko'rishni so'mkachalar, ehromlar, alohida ehromda remenchalari, oyoq kiyim, ko'rib turgan zontichalaring, bo'yin yostiqlar, jay namozlar, alohida chamadon. Bu ko'rib turgan narsalar erkaklarga beriladi, alohida bonus qilib. Ayollarimizga bo'lsa qo'rishni so'mkachalar, pinetkalar, zontiksalar, keyin kamzilcha anaqalar beramiz, ro'mollar beramiz. Keyin bo'yin yostiqcha alohida jay namozlarimiz, keyin chamadonlarimiz. Undan tashqari alohida yerga keladigan so'mkacha beramiz, keyin kamzilcha beramiz. Xudo xolasa reyslarni bemalol band qilsa ham bo'ladi. Yuksak traveldan Xudo xolasa gastiniца masofalarga juda yaqin bo'ladi. Madina-i Munavvarada 100 metr, Makka-i Mukarramada 1 kilometr 300. Kanalin degan mehmonxona, milliy taomlar, hamma yo'llarga Xudo xolasa sharoitlar zo'r. Malakali 50 boshli Kamoliddin Xo'ja akamiz bo'ladi. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, kerakli ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Ko'rib turgan narsalarning hammasini bonus qilib beramiz. Sog' bo'linglar.